Assalomu alaykum, Chorva ishqibozlari. Mana bizga sementali buzoqchalar keldi. Yangi partiya, g'unojinlar. Tak 1 2 3 4 5 6 7 8 bosh g'unojin. 1 2 3 4 4 bosh buqacha. Bu buqachalar kattaroq, ancha vesiga ham, bo'yiga ham ancha katta, yoshiga ham katta. G'unojinlar hammasi 3,5 eng kam 2,5 oylik, bu yog'i 3 oylikgacha. Men gibrid ham bor bitta. Buqachalar ham uddar, 100 talik. Men gibridlar ham o'ta dahshat. G'unojinlar vashti tiniq mana g'unojinlar. Hamma narsasi zo'r. G'unojinlar. Sementali g'unojinlar gullari. Akalar 2,5, 3, 3,5, 4 oylikgacha buqachalar hammasi 5 oylikdan. Buqalar vashti tiniq, mana gibridni qarang, tiniqligini. Hammasi Daniyaga gibrid, Daniyaga semental. Bo'yi 1.10 mana shuniki. Mana bu ham 1.5, 1.10 chiqib qoladi. Bu German Shveddan tushgan akalar. Mana g'unojinlar ham o'ta tiniq. Mana bu ham g'unojin, mana shu ham g'unojin. Bu ham g'unojin toza semental. Mana bu ham gibrid g'unojin. Bular endi bittalab ko'rsatib chiqishga ancha vaqt ketib qoladi. Mana bu ham o'ta toza 100 talik semental, oyoqlarning baquvvatligini qaranglar. Mana bu ham g'unojin akalar. Mana bu toza semental buqa. G'unojinlar hammasi taglari zo'r. Suskalari ideal hammasini. Akalar, tiniq toza g'unojinlar. Kimga kerak bo'lsa, hammasi bir joyda sotiladi akalar. Kimga yoqqan bo'lsa, alohidagi qimmat bo'lib ketadi, o'shaning uchun bir joyda sotamiz. Alohida sotilmaydi, donalar yo ikkitalar sotilmaydi akalar. Mana g'unojinlar guli, bu ham g'unojin. Mana bu ikkalasi ham g'unojin, bu buqa. Mana bular ham g'unojin. Mana g'unojinning korobkasini qaranglar akalar. 3 ta g'unojin. Mana ichida bitta mana bu buqa, mana bu 2 ta g'unojin, yana 3 ta g'unojin mana bular. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida akalar. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Mana eng katta gibrid buqamiz mana shu. Mana buqa ham o'ta ajoyib lekin tiniqdan vashshi zo'r buqacha. Buqasi ichida. Mana bitta ferma qilib olaman degan akalar uchun gibrid ham o'ta chiroyli, ko'tlari baland, oyoqlari ham tiniq. Zotga ishlayman deyapti buqamiz. Kimga kerak bo'lsa, akalar bir joyda sotiladi. Buqalar ham bir joyda sotiladi, g'unojinlar ham bir joyda sotiladi akalar. To'g'ri, alohida dona-donalar sota olmaymiz. Chunki kim kelsa, misol uchun ichida endi zo'ri bor, samderog'i bor, o'shani tanlab oladi, keyin aka hisobimiz chiqmay qoladi bizga. G'unojinlar hammasi ideal. Suskalari ham vashti tiniq, suskalari hammasini. Toza 100 talik avtorskiy semental g'unojinlar, buqachalar. Mana buqani turishini qaranglar akalar. Yo'raveraman deydi. Ko'z tegmasin maşallah. Mana bu ham buqa. G'unojinlar alohida bir joyda sotiladi, buqalar ham alohida sotiladi bir joyda. Xohlaganlarga mana shu 12 tasi hammasi bitta joyda olaman deganlarga bir joyda ham sotilaveradi. Narxlari telefonda kelishamiz akalar, narxlarni telefon qilaverasizlar, telefonda kelishamiz. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Guliston shahrida, O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Endi joyimiz sal torlik qilyapti akalar, bemalol chiqarib, aylantirib ko'rsatishga